Men Hasanov Murodullo, Jizzax viloyati Baxmal tumanidan keldim. Mening eng kichik farzandim Mamatqulova Sarvinoz shu Samarqand viloyatida tayyorlanish muddatini o'tadi. Shu 2 yil davomida ximiyadan B+, biologiyadan B+ va ona tilidan sertifikat olishga erishdi. Bu biz uchun juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Chunki oldin sertifikat bo'lmasdi, test savollardan ozod etilgan. Bizga ana shunisi qulayroq bo'layapti. Endi qizimga ham omad tilayman. Qizim qatori shu yerda o'tirgan barcha aka-ukalarga, opa-singillarga, olib kelgan farzandlariga omad tilayman. O'qishga kirib ketsin. Saratonning kuni sal issiqroq bo'ladi. 38-40 gradus issiq bo'layapti. Mana stadionda usti yopiq. Hamma imkoniyatlar bor, suv bor. Tashqarida suv sepilyapti. Hammasi qarayapti. Hammasiga rahmat. Tashkilotchilarga rahmat.